Yo, baribir hamma darsliklar tashlab berilyapti-ku, yo qolib ketyaptimi birortasi? Yo. Просто chala ko'rganing uchun, что endi как-то nima deydi, interes bo'ladi-yu, o'shaning Yo'q, uchun. обязательно tashlab beraman. O'sha vaqtga qarab tashlab beraman-da. U hozir har bitta video 1 gigabaytdan yoziladi. U tashalguncha ham vaqt ketadi-ku. Bo'ldi aka, rahmat. Bizda darslar обязательно tashlab beriladi. Kimda yana nima savol bor, nima qiyinchiliklar bor? O'zi o'sha o'zim vaqtimga qarab o'shani yana dars bo'ladi. Kelayotgan haftani o'rtalaridami ko'ramiz. O'sha dars bo'lganda sizlarga SNR full SNR full holatini ko'rsatib beraman. Hamma nyuanslari bilan, hamma kamchiliklari bilan birga. O'sha sistema SNR full holatini olganinglardan keyin hozirgi o'rgatilayotgan confirmationlarni qo'llagan holda ishlasanglar, hamma profitga yuradi, xudo xolasa. Hamma, absolyutно. Faqat o'sha qonun qoidasi bor. Hali razgorlarni ham tushuntirib beraman, qanaqa qilinishini. Tagdalik ketaveradi sekin-sekin, boshqa qilib. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatingiz yaxshimi? Bezovta qilmadim. Ustoz, mana shu mishka sal teparog'ida EG fayli turibdimi? O'sha. EG faylida. Bo'ldi, rahmat. Mana, breki bor buni, mana. Ha. Shu sal o'ngga sursangiz o'shanda to'liq. Mana yana EG fayl. Mana. Bo'ldi, rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Atak bir kunda kamida 2 ta 3 ta siz aytganingizdek chiqyapti. Beradi. 50 punkt yurib beradi. O'sha sandwich o'tan psixologiyada tushuntiribsiz bitta okaga. Shunaqa yaxshi variant tushar lekin siz aytganingizdek. Shunaqa lekin bu narsani hamma ham qo'llamaydi, chunki nafs kuchli. Shuning uchun ham ko'p odam shu erisha olmaydi. Gap shunda faqat. O'zi aslida hammasi sodda. Bir ikkita o'rtoqlarimga razi tushuntirardim-da, demoda razi ishlab tashlaysalar, tipi ko'rlaring desam, o'shandan qochadi detobi, lekin qiziqmaydi, videolaring bo'lsa tashlab ber deydi. O'rgatganingiz foydasi yo'q, tavba qildim. Lekin o'sha qaysi videolar? Ya'ni bir yil ana har xil videolar tarqalib ketgan, mana shunaqa. Lekin siz aytganingiz hozir, misol men hozir mana o'rganayotgan bo'lsam, siz aytganingizdek va'da belgilar deganingizdek unaqa narsa yo'q. Bir yil ikkita o'rtog'im qiziqdi, keyin o'rgatgan deyapti, bo'l vaqt topib boraman. Ishonasizmi, hafsalasi yo'q deb birov gapda qanaqadir hamda, sallaga emas ekan desam, yana 5-6 kundan keyin yana chaqiradi. Mana demo desam, boshqa savol bor edi bizda. Tushunarli. Anaqa Atxamjon aka. Rahmat. Ha, salomat bo'ling aka. Keyin menda bitta keyin kim? Allanboy. Siz aytdingizmi hozir? Boshqa savol bor edi. uzr, men gapirdim, prosta boshqalarni ham hurmat qilishni o'rganing. To'xtatadigan bo'lsam, men o'zim to'xtataman. Даже men лично o'zim o'sha insonni hurmat qilib, har bitta gapini eshitaman. Bir-biringlarni hurmat qilinglar. Unaqa boshqa gap bordi, unaqa bordi. U to'g'ri kelmaydi bizga. Sizni, например, hozir siz ham gapiryapsiz, sizga ham kimdir men sizni eshitib tursam-da, bittasi chiqib turib, bizlar boshqa savolimiz bor edi desa, sizga ham yoqmaydi. Tushunarli. Hammani hurmat qilish kerak. Hammani hurmati bor bu yerda. Men hech kim men uchun bir qarindoshim yoki akam yoki ukam emas, lekin hammani hurmatini joyiga qo'yayman. Sizda ham xuddi shunaqa bo'lsin. Siz ham o'quvchisiz, xuddi bularga o'xshab, men uchun siz ham o'quvchisiz. Xo'p. Bering savolingiz.
Manda man 15 minutlik time frame'larda olib ishlaydigan bo'lsa, man 50 punktda yurib berishi ko'proq bo'lyapti. 5 minutligiga qaraganda. Hop. O'shanga qaysi biri sizda masalan aktualniroq faqat 15 minutlikni o'zida ishlaganmi, 5 minutlikni o'zida ham mana shunaqa 50 punktga o'zini olsa bo'ladimi? Unaqa aktualniy degan narsa yo'q menda. Qaysi biri menga to'g'ri keladigan bo'lsa, o'shani ishlataman. M5 bo'lsa M5, M15 bo'lsa M15. Sizga qaysi biri hozir qulay kelayotgan bo'lsa, o'shani ishlatishingiz kerak o'zi aslida. Например, sizga agar qulay M15 bo'layotgan bo'lsa va winrate hisobi M15 da zo'r kelayotgan bo'lsa, значит M15 ni ushlab olish kerak. Bu, например, oddiy logichni o'ylab ko'rinadigan narsa-da. Ya'ni Manda man 7 ta pozitsiya qildim-da. Men bu 001 dan ochib ishlab ko'ringlar deysiz, o'shanda har bitta ko'rganimga, masalan, pozitsiya deb bilgan har bitta pozitsiyamga kirdim-da. 7 tada o'sha yerda 4 ta stop, 3 tasi take oldi-da. 4 tani stopi 100 punkt, 3 tani take 150 punkt bo'ldi. Uchalasini ham qarasam take olgan faqat 15 minutliga to'g'ri kelyapti. Qolgan 5 minutlisi stopda bo'lib qolyapti. Ko'proq atrobotga qiling, o'zingiz uchun ko'rib olasiz-da, qaysi time frame yaxshiroq ko'rayotgan. Lekin menda unaqa yo'q, potensiali M5 da ko'proq yoki potensial M15 da ko'proq degan narsa yo'q. Qayerda ko'radigan bo'lsam, o'sha yerda ishlataman. Faqat u menda boshqa EG ga nisbatan boshqa confirmationlar ham bor-da. Ya'ni faqat EG bor ekan bo'ldi deb confirmation qilmayman. Например, mana shu yerda o'zida ham mana например EG bo'lsa, mana. To'g'ri? EG ga qo'shib bizda nima bor? Mana bu yerda RBS zona bor. Mana. Ya'ni narx korrelyatsiya mana. Mana. Ya'ni mana bu joyda EG va mana bu joyda RBS. Ya'ni mana shu yerda ikkita confirmation bor. Hali to'liq bo'lmagan hisob yapsada ozgina ko'payib. Shunaqa. Atak, например, 3 ta tepa bo'lgan taqdirda ham siz foydada chiqishingiz kerak-ku. Unda ikkitasi 30 punkt, ikkitasi 20 punktligini hisob 100 punkt, 3tasiga 150 punkt bo'ldi-da. Plusga olib chiqib ketdi baribir. Shunaqa. Lekin logichni o'ylab qo'yadigan bo'lsangiz, agar shu tartibda ishlaydigan bo'lsangiz, 20 ta stop bo'lmaydimi? 20 ta stop, 10 ta tepa olsangiz ham foydada chiqasiz. Chunki tepa hisobingiz sizda har doim bir xil. Stop hisobingizgina faqat 20, 30, 10 punkt bo'lishi mumkin. Lekin siz har doim tepa hisobini 1 ga 3, 1 ga 2 holatda olib chiqib ketasiz. Va bu oylik va haftalik daromadda sizni plusga olib chiqish kerak. Va bu disiplina hisoblanadi. Atrobotgan kuchaytirish kerak, xolos. Ko'zni o'rgatish kerak. Tushunarli, rahmat. Sog' bo'ling. Nima savollar bor yana? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menda savol bor edi. Mana EG faylni misolcha buzgandan keyin yana orqasiga buzsa, uje kiriladimi undan yo'q kirilmaydimi? Qaytarib buzsa. O'sha zona qilib tortib olamiz-ku, misolcha, flaglashenani kichkina twitchasini. Xo'p. Mana bizda EG fayl, to'g'rimi? Xo'p. Nima qilsa, hozir mana shu joyda agar mana buzdida yana qaytib kirsa, botga ishlaymiz demoqchimisiz? Ha, shunaqa qolamizmi? Yo'q, stop pushlaymiz. Stop pushlaymiz bo'ldi. Ha, bizada chunki qarayotgan, ya'ni fiksatsiyamiz qayerda turibdi o'zi? Bayda turibdi-ku, to'g'rimi? Agar biz bayga usholmaylik, selga ushlaydigan bo'lsak, azartniy bo'lib qolamiz. Bozorni bilmaysiz-ku, bundoq qorishi ham mumkin. Bundoq qorishi mumkin. Unda nima bo'ladi? Stop. Unda o'sha hozir agar mana shunaqa qiladigan bo'lsa, botga yana uradigan bo'lsa, 3 ta. Ya'ni mana bunaqa holatga tushib qolish ehtimoli ham bor-ku bozor. Например, bizga buzuvda, biz aytdan bay kirdik, stop oldikda, keyin yana tepaga narx chiqdi.
Biz ham mana bu joyda sel oldik. Bordi bozor yana tepaga chiqdi. Pastga keldi, yana bayga olmoqchi bo'ldi. Narx ozgincha yurdi, yana selga ketdi. Va holat общий olib qaraganda mana bu holatga tushib qolgan bo'ladi. Tushunasizmi? Mana. To'g'ri. Shuning uchun ham o'sha poylab turamiz. Qaysidir maksimum yoki minimumni yangilangandan keyin o'sha iji faylni olib kirib ketishga harakat qilamiz. Ha, yana bitta savolim bor edi. Boya dailyda VA'larni oldingiz, to'g'rimi? Chizib olindi. Keyin o'tkazganimizdan keyin o'sha chizuvdan o'sha anaqani olamizmi biz? Zonani o'sha switchida H1 turgan chizuvdan switchni olamiz. Da. Keyin men buni bitta anaqada ko'rdim, bitta joyda ko'rdim. D1 davomida chizyapti-da, o'shanga yaqin men bu anaqa bor-ku, nima edi? Sessiya anaqa chiziladi-ku, sessiyani anaqasi bo'ladi. Ochilish. Hop. O'shandan olyapti-da. Sessiyani ochilish anaqasidan olyapti-da, switchasidan olyapti, o'sha anaqa zona qilib tortyapti. Men ham shu yerda olmanku mana. Anaqada trading viewda soatga qarab olyapti, bo'ldi mana. Soat 3 ga qarab oladi. Mana 3. Ha, shu. Mana oldidagi sham bo'lyapti. Razitsa o'ynamaydi bular. Mana bunaqa qilib olib qo'ysiz ham bo'ladi mana. Men buni bunga qilib qo'yasiz bu. Mana. Даже mana orqadagi sham kichkina shamdan ham yuqori turibdi. Proboylar, atboynilarni kamroq beryapti. O'sha. Mana tepa, mana napri, mana bu holat. Hop, yonidagi shamni oldim. Yonidagi sham ham bir xil-ku mana. Mana. Ha, bir xil. Mana bir xil. Bir xil joyda keladi. Bir holatda mana bundoq qilishi mumkin. Lekin siz mana bunaqa zona ola olmaysiz hayotda. Bilasizmi bu zonani oraliq qancha bo'lib ketadi? Ha, punkt katta bo'ladi, stop. Imенно birinchi ochilgan sham har doim kichkina shakllanadi, katta shakllanmaydi. Tushunarli. Bu zonani keyin teskarisiga atboy, proboyga ham ishlasak bo'ladimi buni? Da, bo'ladi. Atboy, proboy. O'zi ikki xil holatda ishlaydi-ku. Mana bizda atboyga ishlayapti, mana bizda proboyga ishlayapti. Mana bizda proboy, mana bizda atboy. Bu yerdan ejili anaqalar topib kiraveradi. Confirmation qilib kiriladi, xolos. Bo'ldi. Tushundim. Rahmat kattagon. Nima bo'ldi? Hop. Bugunga menimcha yetadi. Men ham rosa charchadim. Yotib olguncha dam olaman oxirroq. Darslarni tashlab beraman. Yaxshilab ko'rib chiqinglar. Aytgan gaplarim bo'yicha yaxshilab o'ylab chiqinglar. Sizlarga tashlagan darsligim bo'yicha ham yana bitta yaxshilab ko'rib chiqinglar o'zinglar uchun. Hozir 1 minut. Sizlarga tashlaganim bo'yicha ana psixologiya, tartib intizom bo'yicha ko'rib chiqinglar yana. Ya'ni qaranglar. Darslikni paftor ko'raversanglar, o'zi qanaqadir eshitmagan joyinglar, qanaqadir o'tkazib yuborgan joyinglar har doim har o'sha videoni har safar yangi ko'rganinglarda qirralari ochilib kelaveradi. Xuddi kitobga o'xshab. Kitobni например bitta o'qib chiqsangiz, ikkinchi marta o'qiganingizda уже boshqa mazmun bilan o'qiysiz. Uchinchi marta o'qiganingizda xuddi u kitobni qaysidir joylarini o'qimasdan o'tib ketgandek o'qiysiz. Ya'ni har safar bitta kitobni o'qiganingizda uni yangi qirralari ochilib boraveradi. Videoda ham xuddi shunaqa. Ya'ni iloji bo'lsa videolarni bo'sh holatda, jim, har xil sokin joylarda o'tirib yana takror ko'rishga va yana takror uni eshitib chiqishga harakat qilinglar iloji boricha. Shuning uchun yana paftor qilinglar. Mana sizlarga hozir bugungi darsliklarni tashlab qo'yaman.
ertaga xudo xolasa B gruppaga o'taman. B gruppanikini ham sizlarga tashlab qo'yaman. Ularnikini sizlarga, sizlarnikini ularga tashlab qo'yaman. Hammanglar bir-birlaringni ko'rib, mana shunaqa qilib sekin rivojlanib boraverasizlar. Hammaga bir xil o'taman. Kimdir zo'r, kimdir unaqa, kimdir bunaqa emas menga. Opitnilar ham bir xil anaqada, nolligilar ham bir xil holat. Men hozir nolligiga 0 bo'yicha ham, ya'ni o'sha platforma bo'yicha, yengilliklarni bilish bo'yicha, valyuta nima, boshqa nima, shunaqa darsliklar ham tashlab bera olmayman ularga. Chunki B gruppada 0 ham bor. Endi u videolarni sizlarga tashlamayman, chunki u narsa kerak emas. Sizlarda A gruppada aslında men opitni bolalarni yig'ganman, ya'ni 1 yildan tepa bo'lgan bolalarni yig'ganman. Xo'p, shuning uchun iloji bo'lsa o'zinglarning ustinglarda ko'proq ishlanglar, ko'proq backtest qilinglar. Mana shu anaqada Trading Vive'da adashmasam $28 или $30 turadi, 1 yillik podpiskasi. O'sha podpiskani olsanglar, mana simulyator rinka bor. Mana simulyator rinkani bosasizlar, bu yerda menga kerak emas simulyator rinka, o'shani qilmayman. Mana bunaqa simulyator rinka bor. Mana shu simulyator rinkani qilsanglar, mana bundoq istoriyani bekitib qo'yasizlar-da va mana shu joydan boshlab istoriyani olib ishlatib ketaverasizlar. Uni kunlik anaqa podpiskasi bor. Например, kunlik deyman, oylik podpiskasi bor. O'shani olib qo'ysanglar ham bo'ladi. $3 mi, $4 tursa. Ya'ni 50 ming so'm yoki 60 ming so'm turar ekan. Zato sizlarni test qilishingizga yordam beradi simulyator. Endi o'sha xohishi borlar, shunaqa qilsanglar bo'ladi. Xohishi yo'qlar, например, backtest, ya'ni tarixni o'zidan ham ko'rib o'rgansa bo'ladi. Shunga iloji boricha o'zinglarning ustinglarda ko'proq ishlanglar, ko'proq backtest qilinglar, ko'proq o'zinglarni o'rgatinglar. Qanaqa nima, qanaqa ishlayapti, qayerda например xato bo'lyapti, например kamchiliklar bo'lsa, bitta bloknotga yozib qo'ysanglar, menga keyin ko'rsatsanglar, "Aka, mana bunaqa joyda mana bunaqa bo'lyapti" desanglar, men ham o'sha narsani bitta ko'rib, test qilib, o'rganib chiqaman. Keyin например nimadir tatbiq qiladigan bo'lsak, gruppaga tatbiq qilib, hammaga ko'rsatib beramiz. So'p hammaga yaxshi bo'lishligi uchun. Maqsadimiz bir, o'sha natijaga erishish. Shuning uchun o'sha men faqat sababchiman. Avvalambor hamma narsaga Alloh taolo beraman desa hech gap emas, bittada beradi. Qo'limdan kelgancha o'rgatishga, qo'limdan kelgancha bilim berishga harakat qilaman. Endi bu yog'i o'zinglarning sabringlarga, mehnatinglarga, olayotgan biliminglarni qabul qilishinglarga bog'liq bo'lib qoladi. Kimdir gruppada zo'r bo'lib ketayotgan bo'lsa, u insonga, например, nima deydi? Yomon ko'z bilan qaramanglar. Har doim kim bo'lishidan qat'iy nazar, u bizning oilamiz. Ya'ni mana shu yerda 100 ta odam yig'ilgan bo'lsa, biz 100 tamiz kimdirga aka-uka, kimdirga aka, kimdirga uka, kimgadir opa, kimgadir singil. Shuning uchun hammanglarni bir-biringlarni hurmat qilishni, bir-biringlarni izzat qilishni o'rganinglar. Ana o'shandagina tartib intizom bo'ladi va o'shandagina hammani tarbiyasi yaxshi holatda ko'rinadi. Va tarbiya yaxshi holatda ko'rinib, atmosfera yaxshi bo'ldi degani, hammani o'sishida kimnidir hissasi bo'ladi degani. Shuning uchun hammanglar bir-biringlarni hurmat qilishga harakat qilinglar. Bu yerda hech kim zo'r emas. Kim zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'sha zo'r odamni chiqarib yuboraman, bemalol o'zi o'rganib, o'zi anaqa qilsa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi. Shuning uchun bizda zo'rlar yo'q. Zo'r bitta, u ham bo'lsa tepada. Shuning uchun ham oddiy hamma qatori kamtar inson bo'lamiz, o'rganamiz, natijamizni qilamiz va sekingina yuramiz deydi. Xo'p, hammanglarga rahmat, kattakon vaqtinglarni ajratib kirganinglar uchun, shuncha vaqt o'tirganinglar uchun. Vaqt ham kech bo'lib qoldi. Kimdir ertaga ishga boradi, kimdir ertalik o'zi ishdan kelgan, charchagan. Hamma bilim uchun o'tiribdi, vaqtini ketkazyapti. O'ylaymanki, kerakli ma'lumotlar bo'lyapti. Balki kimdir bu narsani bilar, balki kimdir bu narsani bilmas. Kimdir balki bilar, lekin ishlatishni bilmas. Ya'ni hafida har xil holat. Shunga nima deydi, qo'limdan kelgancha o'rgatishga harakat qilaman. Shunaqa gaplar. Hammanglarga rahmat.
O'zinglar ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Xudo xohlasa keyingi darsda ko'rishguncha. Keyin darsliklarni tashlab beringlar, обязательно zip holatda. O'sha darslikning ichiga kirsanglar, o'sha zip qilib tashlagan odamni topasizlar, Behruz akaga aytasizlar, qanaqa qilishni bitta video darslik qilib beradilarmi sizlarga. O'zlarining telefonlaridan, kompyuterlaridan zapis qilib ko'rsatib beradilar. Xuddi o'sha Behruz akadek qilib, ichiga 3 tadan darslikni tashlab menga jo'natsanglar, hammanikini tekshirib beraman xudo xohlasa. O'zinglar ehtiyot qilinglar, charchamanglar, ishinglarga rivoj. Rahmat aka, aytmayman. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat, ustoz, salomat bo'ling, yaxshi dam olinglar, akalar, hammanglar.